Assalomu alaykum, hurmatli Xorazm Xalq kanalidan munosabat. Salom yurtdoshlar. Sizlar bilan Ardan Diyarbakırdarim. Xudo xohlasa bugun sotuvga joyimiz Urganch shahar. Ya'ni adresini tushuntirib o'taman. 3 xona dom sotib chiqdi. Bu yon tomonimizga kelgan bo'lsa, Urganch yo'llanma yo'li, Ko'nan mashin bozor. Bu yonimiz Gidra bo'ladi, hurmatli munosabat. Gidraning to'g'risida 5 etajli domimizni 3-qavatida 68 kvadrat metrli domimiz sotib chiqdi. Bu yon tomonimiz Ko'nan arxiv, Urologiya tarafdan kelasiz, hurmatli munosabat. Boshliqlarimiz tutdi. Maktab bog'chasida muammosi yo'q. Suv svet gazdan ham o'tgan. Xudo xohlasa hozir sizlarga adresini to'liq tushuntirdik. Kanalga girib obzor qilib beramiz. Videomizga like bosib, obuna bo'lib ko'rsatishni so'rab qolamiz. Ketdik. Hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga kirgandan keyin bu yerni katta dalan qilib qo'yibdilar ekan. Aytib o'tganim 3 xona dedim-ku, bu yerni bo'lgan ekan. O'zlarining egalari uchun. Asli bekli bo'lgan, bu yerni ochganlar. Mana shuning gaplar hurmatli obunachilar. Akkuratni aboylardan chiqib turibdi. 3 xonasi mavjud. Aytib o'tganim keyingi xonamizga o'tadi hurmatli obunachilarimiz. Bu ham spalni qilib qo'yibdilar ekan. Kvartiralar turgan ekan hozirda. O'zlaringiz ham sotib olib, bemalol kvartira qo'ysangiz bo'ladi. Yonimiz bilasizlar, yana Gidra, bu yonimiz xullas kollej ham mana shu joyida. Maktab bog'chasidan muammosi yo'q, marshrutlar ham o'tib turibdi. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, bu yonimizda shuni katta olingan bo'ladi. Xolosasiz zor hisobida yoki-da katta uchun spalni qilsangiz bo'ladi. Remontlari o'rtacha holatda bo'ladi. O'zlaringiz uchun bir qator yana kelib ko'rib olaverasiz, xudo xolasa. Narxi inchik oldi desa, hurmatli obunachilar, videomiz o'rtasidan aytib o'tib ketamiz. 460 million so'mda turibdi. Egalari yana üstünde bemalol pastdagi nomer orqali chiqib sotib olishib olsangiz bo'ladi. Sroshi sotiladi, hurmatli obunachilarimiz, xonadonimiz. Keyin bu yonimizga o'tadigan bo'lsak, bu yonimiz tualet banisi отдельный. Dushini ko'rsatib o'tsangiz yana. Bu yerlar ham registrlar ustolovga qilingan. Xullas, suv svet gazidan muammosi yo'q. Bu yerda faqat xolodilnik olinadi, hurmatli obunachilar. Boshqa barcha jihozlari qoladi. Narxi 460 million so'm, ustida kam bor. 68 kvadrat metr. Kim qiziqarli bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerni orqasiga yozsa bo'ladi. Kim masalan uy-joy yoki mashina olsa, bizlar orqasiga yozsa reklama qilib, tez fursatda sotib beramiz yoki-da tezroq klient topib, naqd pulasidan o'zlaringiz sotib olish imkoniyatlaringiz mavjud, hurmatli obunachilar. Aloqa chiqarasizlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. 3 xonali dom qaramay yurtdoshlarimizni ushbu videoni yo'q qo'yishim.